uyini oldini rishotka bilan o'rab olganlar, biling, rishotkangizni olmaginizgacha sizga Allohning la'nati yog'iladi. Bilib olinglar. Shetda bo'lsalaring siz kimsiz, qizig'i yo'q. 30 pora Qur'on yodlagan qorimisiz, yo kecha biz bilan birga hajga borganmisiz, yo men domlamanmi, qizig'i yo'q, bilib oling. Allohning la'nati yog'iladi bu narsaga. Nimaga deb o'ylaysiz? Chunki birinchidan u joy sizniki emas. Ikkinchidan u butun mahallaga ozor bu. Butun mahallani toraytiradi bu. Zo'r bo'lsang, uyingni 3 metr orqaga qochirib, o'sha yetingni rishotka qil, o'sha yetingga narsa ek. O'zi qo'shninikini 100 ming dollarga olib, archaga o'sha yerda dam ol bo'lmasa. Mahallani toraytirma. Bundaylar sizlar gapirmaysiz, kim bo'lsa ham. Toraytirmasin mahallani. Shunaqalarni yozib, ayog'ini osmondan qilib yuboringlar. Videolarga olib, anaqa blogerlar chaqirib, ras mahallani gapiga kirib, bir tinga olmasa mahallani. Shunday yozib, ayog'ini osmondan qilib yuboringlar. Osin rishotkasin.